Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bu safargi ishimiz dalada bo'ladi. Keling, har doimgidek ekranga traktorlarning rasmini chiqaraman. Ko'rib turganingizdek, MTZ traktor va John Deere traktorga ish bor. Jami 3 ta traktorga. Aytib o'tgandek, ish dalada bo'ladi. Oyligi 150 ming rublgacha. Yashash joy tekin, pitaniya tekin, ya'ni abit va ujin. Ish ofitsiyani oyliklar o'z vaqtida beriladi. Turdoy dogovor ham qilib beradi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoyez bo'lishi kerak, patent обязательно bo'lishi kerak va opit ham minimum 1 yillik bo'lishi kerak. Bez opit ishga ola olmaydi. Qiladigan ishingiz dalada yer haydash, kultovasa tortish, puluk, barana, mana shunday ishlar bo'ladi. Ish beruvchining nomerini har doimgidek kommentariy va opitsiyasiga yozib qoldiraman. Nomerlariga bog'lanib bemalol borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin Bilas prava xizmatini yo'lga qo'yganman. 25-iyunga ekzaminga joylar bor, ya'ni zapis ketyapti. Agar sizga spesial texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastki kommentariy va opitsiyasiga o'zimni WhatsApp va Telegram nomerlarini ham qo'yaman. Albatta bog'lanib, prava bo'yicha shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyin ko'rib turganingizdek, hozir ish chiqarganman. Agar borib ishlamoqchi bo'lsangiz, sizda обязательно opit bo'lishi kerak. Shuning uchun biz sizga prava olib berguncha обязательно hozir обучение, ya'ni vajdina qilib, traktor haydashni o'rgatib, ana undan keyin pravani olib beramiz. Ya'ni siz ham traktor haydashni o'rganasiz, ham prava olasiz. Shuning uchun tanlovda adashmang. Pastki kommentariy va opitsiyasiga Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram guruhimga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.